Parkent tumani markazini aylanib o'tuvchi ikkita harakat tasmali, bir tomonlama harakatlanuvchi 4 km 300 metr masofada qurilgan avtomobil yo'li. Bu 2024-yil boshlangan. Bu obyekt 2024-yil qurilishi ham bo'ldi. 25-yilda hududda yana qo'shimcha obodonlashtirish ishlari bajarilganligini hisobiga yangi O'zbekiston massivi qurildi. Hudud parkent soyi qirg'og'i mustahkamlandi. Uni bo'yida soy bo'yida saylgohlar tashkil qilindi. O'shalarning hisobiga kelajakda harakat jadaliga oshishini inobatga olib, ikkita harakat tasmali avtomobil yo'liga 3-harakat tasmasini qurish obyekti loyihalandi bu yil. Qurilishi ham yana davom etdi. Loyihani ichida umumiy uzunligi 4 km 300 hozir aytdim. Bitta ko'prigi bor. Parkent kanali ustidan o'tgan bitta ko'prigi bor. Ikkita yo'l o'tkazgichi bor. Bu obyektda bittasi To'rur 187 avtomobil yo'li kesishmasida, yana bittasi To'rur 187 A avtomobil yo'li kesishmasida qilingan yo'l o'tkazgichlar tunnel tepada qilindi bu loyihalar. Ikkita yangi qurilayotgan yo'l bilan mavjud yo'l bir-biri bilan kesishmasligi uchun uni tunnel tipida yo'l o'tkazgich loyihalandi. Qurilish ishlari yakuniga yetib qolgan, eng oxirgi qatlam o'tkazish ishlari qolgan. Yo'l belgilarini o'rnatish ishlari davom etyapti hozirgi kunda. Bu ko'priklarni va o'sha tunnelning uzunligi qancha? Bu ko'prigimizda birinchisini To'rur 187 A avtomobil yo'li bilan kesishgan joydagini uzunligi 24 metr. Ikkinchisi To'rur 187 yo'li bilan kesishgan qismidagi yo'lning tunnelimizni uzunligi u yerda 12 metr. Kesishayotgan yo'lning gabaritiga mos qilib loyihalangan. Ushbu loyihadan maqsad asosan yoz fasllarida Parkentni so'qoq turistik zonasida Toshkent shahridan aholi borish juda ko'p bo'ladi. Harakat jadali juda oshib ketadi. O'sha oshib ketganligini hisobiga asosiy yo'lida tirbandlik yuzaga kelyapti. O'sha tirbandliklarning oldini olish uchun so'qoqdan qaytayotgan transport vositalarini shaharning ichiga kirmasdan shaharda aylanib o'tib, soy bo'yidagi yangi yo'l bilan harakatlanib, tirbandliklarni kamaytirish maqsadida. Qolaversa, qurilayotgan yangi O'zbekiston massiviga aholining qulay kirib chiqishi uchun bu yo'l loyihalandi va qurilishi davom etmoqda. Bu obyektni shu yil oxiriga topshirish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda ishlar davom ettirilyapti pudratchi tashkilot tomonidan. Bu obyektni buyurtmachisi umumiy foydalanishdagi avtomobillarni qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi. Pudratchi tashkilot Parkent tuman yo'llaridan foydalanish korxonasi, davlat muassasasi.